Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan yana 10 Johnny Uz 7 bo'ladi. Yaxshimisizlar? Hammalaringiz tuzumisizlar? Bugun pashti 2000 UC ga yaqin UC ga Mythic Forge'dan nimalar olish mumkinligini ko'ramiz. Menga hozir obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Endi 50% skidga kelgan. Menga shaxsan o'zimga 50% skidga tushirib oldim. Sizlar necha foiz skidga tushirdilaringiz? Albatta kommentariyaga yozib ketingizlar. Ikkita kristali bor. Keyin mana bu yerdan otib nechta kristal? Bitta material oldim. 62 ta mini materialdan oldim. Kristalda. Bu ham ikkita kristal bo'ladi. Ana hozir menga 160 UC bo'lgan, 160 UC ga qani birinchi o'ntalik taktika bilan arzonga qanaqa qilib olishni hozir o'rgataman sizlarga. Mythic Forge'dan arzon 2000 UC ga olishni o'rgataman. Ana ketdik. Like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Endi 170 UC. Uchta bo'ldi. Bitta kristal bor. Katta kristal. Qani oxirida beradi. Oxirdan bitta beradi. Tak, bolalar, bitta bor. 3 ta bo'ldi. Qani yana bitta. Propusiyet. Ishlarsa yo'q. Bu yerdan yana bittalar 4 ta bo'ldi hozircha. Hozir men buni otishim kerakmikan yo mana bundan bitta olib qo'yganim yaxshimikan? 216 UC ga 10 talik. Nechta kelar ekan bu? Nechta kelishim bilmadim. Nima qilay do'stlar? Unisiga bir mashina aylantirib qo'yamiz. Unisiga bo'ldi. 30 qochdik bo'ldi. Bizga hozir qimmat narsa kerak. Ha, unisiga. Omadli bo'laman desam ko'plar ishonmaydi menga. Omad. Omad. Mana Forge'ga o'tamiz. 200 UC dan bo'ldi. Yaxshi, hozircha hech narsa bergani yo'q. Tekinliklardan bergani yo'q. Qani endi ko'ramiz. 6 pilish nimadir berib yubordi. Mythic'mi berib yubordi. Ana shlemini berib yubordi. Yaxshi, lekin nechta bo'ldi? 5 ta bo'ldi. 5 ta bo'ldi. Olib qo'ymayman bu yerga. Hozir taktika qilishimiz kerak, bizga berish kerak. Seni nimadir berib yubordi. Ana ro'zagini berman, shu ro'zaga qiziqqandim lekin. Xo'sh, 5 ta kristal bo'ldi. Do'stlar, 5 ta kristal. Ikkita mana 69 ta yana 2 ta 7 ta bo'lyapti hozir. 500 UC ga 3 ta tushira olamanmikan degan savol qilyapti. 500 UC ga 3 ta tushira olaman. Hozir menga ko'proq kerak, bu kerak. Mana bu
50 bu kerak keyin. Ikkalasini olishim kerak. Shu tam olib qo'yaylik-da. Almashtirib. Yangi yerlar bo'lsa, kanalimiz yangi, obuna bo'lib qo'yingizlar, podpishka qilingizlar, like bilan rekka chiqishimizga Yushilik lobbilar qilamiz nasib. Shaptoli qoqiyam beraman. 20 yuzda hozir 30 yuz. Hozir bitta taktika o'rgataman. Manalarni endi beramiz bu yoqqa palarga qilib. 6 bo'lar ekan. Choq. Endi buni ham o'tamiz. Qani, nima uchun? Qani, o. Nechta beradi? Bitta. 5 ta bermaysanmi? Yana bitta bersa. O, 2 ta berdi, yaxshi. Oxirgisi qani? Material beradi-da o'zi. 2 ta beradi, 2 ta. Shartdoli qoqiyam beraman. Xo'sh. Xo'sh, nima qilsak bo'ladi o'rtoqlar? 500 so'm bor edi. Hozir 300 so'm qoldi. Bitta 10 talik adashib o'tiribman. Lekin tushdi, lekin 7 ta edi, 8 ta bo'ldi. Hozir 2 ta tushirishga harakat qilamiz. Bo'lmasam chalik yana 100 tashlab olaman. Qani, 2 ta tushib bersin endi. Like bilan podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Mana sumkani ikkinchi marta berish. O'ttiz ishimiz qolgani bitta o'ntalik, bitta. 36 marta otgan bo'lsa, yana 4 marta otsak, bitta garant beradi. Bu yerdan ham keyin nechta 10 ta otsak, 200 kerak ekan. Premium case gitti. İşte vermedi. Qani Skarel. Qaniydi? Skarel ketdi. 12 ta bordim mana. Ajab emas. Qani 10 talik o'chirgan ko'raman. Hiç balo bermadi, hech balo bermadi. Butunlay ham. Vaqtinchalik. Qani piyoda nima bo'ladi? Nima beradi o'ylaysizlar?
nechta. Bitta bersa rozi emasman. Rozi emasman bulardan. 18 so'm qo'shdi deb tortib qo'ygan ekan. Ko'ramiz hozir tushirgan. Qani. Shaftali qoqib beri, shaftali qoqib. Euforia bo'lsa tashlaymiz, 200 tashlab olaylik. Hozir tushadi. Xo'p do'stlar, hozir 173 ga yana 10 talik otamiz. Ana ko'ramiz nima bo'lar ekan. Xo'sh. Aylanadi. Bana bitta berdi, yaxshi. Yana beramikan boshqasi? Yo'q, bermadi. Endi bitta bu yerdan olsak 10 ta bo'ldi. Toshni 10 ta. 40 yuzimiz ortib ham qoldi. 100 soldik hozir yana. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like, podpiska esdan chiqmasin. Bizga kerakli bo'lgan endi 5 ta. Mana buni olishim kerak. Mana orzular sari rahmat. Oldik buni. Endi buni olishim kerak. Rahmat. Buni ham oldik. Bunu joyiga qo'yamiz. Bunu joyiga qo'yamiz. Endi buning o'rtasi. Mana. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring, like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. O'tiraling, 2100 ga qanaqa qilib olishdi? Sir sinovlarini, taktikalarni ko'rsatdim deb o'ylayman. Hammaga omad, hammaga rahmat. Shu joygacha videoni ko'rgan bo'lsalaring, hamma ko'rishguncha obuna bo'linglar.